Bugun 13-aprel biz Farg'ona mashina bozoridamiz. Spaklar qatoriga keldik. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 12-yil ishlab chiqarilgan yangi motor. Yangi motor. Aha, qancha yurgan probaga qanaqa? 356. 356 mi yurgan? Ikkinchi paysidan, uchinchidan? Ha, birinchi paysi. Bo'ldi. Motorda rasxod yo'qmi? Yo'q. Metan. Metanda. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 10-15%. 15% bor. Balonning holatlari yaxshi. Motorda rasxodlari yo'q ekan. Voh. Mana chexol polilar, richalar qo'yilgan, monitorlari, rollarni ham zo'r qilgan ekan. Probaga qancha yurgan aytdi aka? 356 ming. Metan propan? Metanda. Kraskasi qaytida to'shniroq. Mana kapotda 10-15%. Ochinchi ichiga o'tmaganmi ekan? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ayni sodlashimiz kerak obunachilarga. Biz aytamiz, obunachilar ishonish kerak, o'shantirish kerak ular. To'g'rimi axir? Mana haqiqatan kapotga o'tmagan ekan. Akalar mana ichki holatlarni ko'ringlar, mana choklari butun. Tashiga sepilgan aka. Birinchi tushib ketganmi? O'tgan safar shilingan. Jintraga bunaqa desa tushib ketganda, ustida ishlab turganda. Kapot tushib bo'lgan, xuddi shuna holatda ekanda. Shilingan aka. Aka sizda nasiya savdo bormi yoki daftar bormi? Shu naqdga gaplashib Naqd pulga qancha? Arzon qilib beraman. Qancha qilib berasiz? 400 ga berib beraman. 4300 dollar beraverasiz. Yangi motorda. Yangi motor. Kraskasi necha foiz? 10-15%. 15% chiqadi. Metallari bor. Hamma joyi javob. Bunda ABS konditsioner bo'lmaydi? Yo'q. Bo'ldi. Bu ham sizdanmi? Yo'q. Necha yil? Bu aka 11 eski motor. 2011-yil ishlab chiqarilgan eski motor variantlaridan, ha? Ikkinchi paysa? Bor. Birinchi paysa. Metani bor. Yurgani qanaqa? Yurgani aka 255. Bu gem bo'ladimi? Gem bo'ladi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor. Necha foiz? 20%. Qayerda? Eshik. Bu oldida yo'q-a? Chaqa bor aka 20%. Bo'ldi. Bu chexol bo'liklari ham bo'lgan ekanda, richaklari bor, monitorlari bor, holatlari yaxshi holatda turibdi. Voh. Metallari ham bor ekan. Aka bu gen chiqadi-a? Gen chiqadi. Toshkent nomer ekan. Neriga 40 ekan? Nimasi? Neriga 40 ekan. Bu Toshkent nomer ekan. Telefon nomer 91lik 674 0454. Shu raqamlarga aloqaga chiqinglar akalar, kelishtirib berishadi narxlarini. Bizning kanaldan chiqsa aka, skidka qilib berasiz. Bo'ldi. Narxni ayting. Ha, narxini ayting uni. Ha. Buni aka 4 dan jicha o'tib beraman. 4000 dollar o'tib berasiz. Serios. Serios. Nimaga arzon qo'ryapsiz endi? Endi aka. Bor ekan obunachilarga, aka men o'zi obunachi tarafman. Olib-sotar tarafman ham. Egaldirab arendadan bir olib yuraman. Sababi hech kimni xafa qilmash kerak aka. Sizlar ham umid bilan chiqasizlar, sotamanmi ekan, 100 so'm foyda qoladimi, yo'qmi deb. Bu obunachilar ham mendan kanalimdan foydalanishadi. Sababi shu arzon chiqib qoladimi ekan deb. Oqda 4,5 mingdan tushib beraman, buni 4 dan tushib beraman. Bo'ldi. Telefon nomer qoldirdik. Aloqaga chiqishlar mumkin. Qolgan batafsil ma'lumotni akani o'zini olasizlar. Xo'p. 2019-yil ishlab chiqarilgan akalar ikkinchi paysida, sakadiskalar qo'yilgan, balon holatlari yaxshi, yurgan probaga 215 ming probaga. Qaysi detalda kraskasi bor aka? Shopir eshik, orqa eshikda. Ponnimi, selimi? Shilingan ekan, deyapti. Chehollari bor, yurgan probaga halol. Aka eshik almashmagan ekan, radnoy ekan ama. Bo'ldi. Aka bu 40 mi bu? 40 bu nomer. 10. Gen chiqadimi? Gen chiqmaydi. Faqat o'tkazib olish kerak. Aka bozor necha pul ko'rdi yoki necha pulga beraverasiz naqd pulga? 5800 naqd qilishni berganimiz yo'q. Chekavaroqda ish bitadi. 6300 kam bor deydi. 6300 kam bor, 5800 dollar ko'rdi. 3000 pul borgan, nasiya savdoga nima deysiz? 3 oyga, 2 oyga. Faqat naqd. Bir oygachi. Yo'q. Faqat naqd pulga. Sizda barter bormi? Barter yo'q. Barter yo'q. Mashina o'zimizniki. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Akalar dehqonchilik ekan, qiziqinglar, aloqaga chiqishlari mumkin. Kraskasiga deydi bir 10%, 15% chiqadi. 10%, 15%. Telefon nomer 90lik 90lik 302 102 1280. 1280 raqamlariga aloqaga chiqinglar. Qolgan ma'lumotni dehqon akamiz olasizlar akalar. Akalar 2015-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi paysida ablusubkalarni zo'rini qo'yib qo'ygan akalar, ko'ringlar. Bu ham qimmatroq turadi. Bu original shekil aka? Aka bu gen chiqadi? Gen chiqadi o'zim nomimda. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Ana akalar, dehqonchilik, dehqonlar ham bor ekan aka. Xo'sh, mashinamizda to'rtta yumshoq bo'lgan sakadiskalar qo'yilgan. Kraskasi qayerda aka? Arqa eshik. Arqa eshik, aha. Kirilosida. Almashganmi, almashmaganmi? Yo'q, almashmagan. Ha. O'ziniki. Aha. Mana bu yoq. Mana metta bor. Metta bor. Kraskada bor. Mana metta. Ha, mashina bor xolos. Qolgancha to'g'zami? Yo'q, bor. Endi bu fer. Ha, men gidedi bir 20% bor ekan aka sizda. Nima? 30 shunaqa. U akalar ko'ringlar, banan farlar qo'yib qo'ydi, chotki qilib. Bu ham bir 8 ming tursa kerak.
Metallari bor. Metallari bor. Metanni surugi qanaqa? Surugi yangi. Yangi. Bo'ldi. Ikkinchi paysida dehqonni mashinasi. Aka nech pul ko'rdi bozor? Bozormi? Ha. 5200 dollar ko'rdi. Qo'shilsa beriladi. Video registrator, radar ketami ichida? Telefonchi? Hozir ko'ringlar tashlangan, chexol poliklari bor, barlargacha bor ekan. Telefonlar ishlaykan. Tezkor to'p aka. Aka qarang. 3000 pul borga nasiyaga berasizmi? Beramiz. Bankiga farqi yo'q, yuraveramiz. Nasiya savdoga. Nasiya Endi savdoga. bank uzoq-ku. Ha. 2 oy 3 oyga nasiya savdoga beraverasizmi? Beraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon nomer? 390 350 60 60. Akalar dehqon mashinasi ekan. Bundan oldin ham dehqonniki edi. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Ishlaring bitadi. Generallar xulosalarini o'tkazib olasizlar. 2017-yil ishlab chiqarilgan kraskalar top-toza, balonlar yangi holatda. Ko'ringlar mana holatlarini. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Saka diskasi yo'q. Aka rektovkasi yo'qmi? Poni shumka bo'lgan ekan-a? Yurgani qanaqa? 220 ming yurgan. Nech pul deyasiz? 6400 ish berasiz. Xo'sh, ikkinchi paysida ekan, holatlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Mana ko'ringlar holatlarini. Bo'l. Aka metani bor-a? Metallari bor. Narxini tushib berishamiz deyapti. Balon holatlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Ko'ringlar akalar. Aka qarang. Like bosinglar. Bo'ldi. Aka sizda nasiya savdo bormi? 3000 pul bor, 2 oyga. Beraverasiz aka. 3000 pul boriga kraskasi top toza akalar 2017 ikkinchi paysida. Metallari bor ekan-a? Bo'ldi. Telefon nomer? 91 666 58 55. O'zi aka nech pul ko'rdi bozor? So'ramasa. Uchastkam 6000 dollar. 6000 dollar ko'rdi. Gen beriladi. Aka gen beriladi. Bo'ldi. Akalar gen beriladi. Bemalol telefon qilishlari mumkin. 2012-yil ishlab chiqarilgan arzonroq variantlaridan ko'ringlar. Eski motor, balonlar o'rtacha holatda. Kimga shunaqa qizil Spark kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Aka ayollarga qarasam mos ekan-a? Aka bu ham yaxshilikka. Oynalar qoraytirilgan, ruxsatlari bor. Xo'sh, ikkinchi paysida chexol polik ko'riklari bor ekan. Holatlari yaxshi. 236 ming yurgan metan propan aka. Metanda. Mana ko'ringlar akalar. Chexollar lekin zo'rni kiydi. Bu aka bilan ayol kishi minganmi? Zo'tdan ayol kishi nomiga chiqqan generali beradi. Plus richarlari bor, mejigar puntlari bor ekan. Video registrator yo'q, oynalar lekin yosh qismdan qo'ygan. Aka kraskasi qanaqa? Nimani ustini o'zida bor xolos. Metda o'zidami? Metda bor ekan xolosa. Qolgan top toza. Aka buni nech pul ko'rdi yoki nech pulga beraveramiz? 4,5 ming dollar. Nasiya savdo bor akalar. Xolosalarning telefon qilishlari mumkin. Motorda hech qanaqa rasxodlar yo'q. O'sha shopir tarafda ozgina shilingan jeliga qilingan xolos. Akamiz 3 oyga nasiya savdoga qilib beriladi. Telefon nomer 90 273 88 89 raqamlariga aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beradi. Bartellari bor aka. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon qilishlari mumkin. Bemalol akalar, gazini bosing.